Video olishim oson emas. Devorlari MDF qilinyapti. MDF qilingan. Patologida ochib turgan lyustramiz. Bunday o'tkazib, oppa, uyda egasiga qanaqa foydasi bor? Assalomu alaykum, Bek Akbar YouTube kanali obunachilari. Bugun xudo xolasa Avazbek akam bilan 300 kvadratga yaqin MDF patologni, ya'ni bularning obyektlarini obzorini qilib beramiz. Nech pulga bitdi, nimalar ketdi, qanaqa bo'ldi? Xudo xolasa Avaz akam bilan to'liq obzor qilib beramiz. Avazbek aka, va alaykum assalom. Aka, bu obyektimiz qachon boshlangan? Aka, уже deyarli manimcha bitib qolibdi. Bu obyektimiz почти bitib qoldi. Xudo xolasa shu bugun tugaydi. Bugun tugab qoladi demak, ha? Qoladi. Zo'r aka. Bo'lmasa bu obyektimiz 300 kvadratga yaqin. Bu obyektimizga 300 kvadratlik MDF material ishlatildi. Menimcha bir xona, ikki xona, uch xona, 3 xona devorlari bilan devorlar. Ha. Bo'lmasa birinchi xonadan boshlaymiz. Ha, boshlaymiz. Ko'rdingmi? Hop. Bu birinchi xonamiz. Aha. Birinchi xonamizga hali bitta kamchiliklari bor. Ha. Xudo xolasa Zo'r. kamchiliklari qoldi. Hozir bitta svet o'chiq ekan, o'zi asli maytlari stiklo qilingan aka. Ha, o'rtalariga chiroqlardagi, mobillardagi o'rstekli o'rnatib turib, yonadigan qilib Qilingan. montaj qilganmiz. Zo'r. Bu devorlar ham nima qilingan? Devorlari MDF, patologlari MDF. Patologlarga oq qora Ha. rangdan tanlangan, devorlariga shiferning temniy ranglardan tanlangan. Skromniy qilib. Xo'p, aka, bular hozir nimasi bor? Masalan, uyda egasiga qanaqa foydasi bor? Uyda egasiga afzallik taraflari har 5 yilda remont qilinmaydi bu narsa. Xudo xolasa uzoq yillar xizmat qilib beradi. Kir bo'lsa, chang bo'lsa, tozalab, artib Bemalol. Nima qilishga oson? oson. Ha, zo'r aka. Xo'p, bu tarafimiz o'sha televizor qo'yadigan nima bo'lgani? Bu tarafimizga televizor qilganmiz. Chekkalarga o'sha. Bular qanaqa material aka? Ha, bular taroq materiallarimiz, Aha. plastmassadan. Ha. Bular MDF, bular anaqangi fotomobillardan. Bular ugolniklar. MDFdan. Zo'r aka, chiroyli chiqibdi ekan. Xo'p. Demak, bu menimcha mehmonxona. Bu joyimiz mehmonxona. Hozir svetini ham bir yoqib ko'rsatamiz. Hozir svetimiz o'chib qolgan ekan, dvijoyda ishlatishyapti, shuning uchun svet yonish qiyin bo'lyapti. Mana yondi. O'rstiklo qilingan, mana patologlar ko'rishlar mumkin, yonadigan qilib. Bitta chala ishlari bor, o'rtalari. Ha, hali to'liq bitmagan. to'liq bitmagan holat. To'liq bitmagan holati bu. Xudo xolasa to'liq bitsa, bundan ham chiroyli bo'ladi. Zo'r ekan, bo'lmasa keyingi xonaga o'ramiz. Bu xonamiz 7 ga 3,5 xona. 7 ga 3,5, ha? 7 ga 3,5 mehmonxona. Zo'r. Hoppa. Video olishim oson emas. Xo'p, bu keyingi xonamiz aka. Bu keyingi xona bu 5 ga 3,5 xonamiz. 5 Orqa tarafdan mebelga joy tashlab ketilgan. 60 sm joy tashalgan. Bu tarafga mebel o'rnatiladi hali. Bu tarafda ham deyarli o'sha stil, o'sha stil, devorlar ham MDF. Devorlar endi. Ha, zo'r aka. Menimcha bu uyda hozir hammasida shunaqangi stilda ketyapti, devorlari MDF qilinyapti. MDF qilingan devorlari. Zo'r aka. Bu menimcha o'sha MDFlar mana shu qishlarda ham ancha nima bo'lsa kerak, foydasi bo'lsa kerak. Qishda issiq bo'ladi, xudo xolasa uylar kechgacha o'tin yog'siz ham bir pasta uylar issiq, past ham uylarimiz. Xo'p. Bu uyda necha dedi aka? Xo'p. Agar mebel qo'yilsa 4,5 ga 3,5 joy qoladi. 4,5, 3,5 bo'ladi. 3,5 joy qoladi. Xo'p, zo'r. Mebeldan keyin. Bu taraflarimizga ugonli qo'yilibdi, burchaklarga. Aha, buning ustlarigacha qo'yganmiz. Ha, pulunslari ham bor ekan. Zo'r. Bo'lsa, keyingi xonamizga o'tsak. Menimcha aytiladigan narsa qolmadi. Hamma yoq aytildi. O'sha nimalar qo'yilgan, MDF gullar. Bu xonamizga o'rstekli ishlatilmagan. O'rsteklo qilinmagan bu xonaga. Shunchaki o'sha gullardan bezak qilib Zo'r. ishlov berilgan.
Uchinchi xonamizda ish jarayoni ketyapti. Hali ish ketyapti. Hali ishlari ketyapti. Ustalar ishlashyapti. Endi o'tosdan oppa. Ha, ishlar. Bu xonamizda 4,5 ga 3,5 joy. 4,5 ga 3,5 mi? Aha. Bitta nima yo'q shekilli, anaqangi mebelga joyi yo'q bitta. Bu taraflar ham deyarli bitib qolgan, ishlar ketyapti, paqir-paqir. Zo'r. Bitta sal boshqaroq gul ekan o'rtada. Ha. Fasonda sal boshqacha. Xudo xolasa bitsa yana ham chiroyli bo'ladi ekan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Devorlarimiz bu yerda ham MDF. Devorlariga endi patologlarga ham MDF ishlatilgan. Qanaqa qalinligi qanaqa MDFlarda ekan? Nima deysiz? MDF qalinligi qanaqa ishlatilgan? Bu MDFlar 0,5 0,55. ishlatilgan. Asosan o'zi devorga 0,8 lik razmerda qilinsa yaxshi. Bizga yoqadigan svet 0,8 da chiqmadi. razmerda chiqmadi. Shunga 0,55 degan. Ha, demak devorga qilinganda 0,8 lik, 0,80. Ha, shunaqa 0,8 mm qalinlikda bo'lsa, yana ham baquvvat. Baquvvatroq bo'ladi. Bo'ldi, bu xonamiz demak ayvonga chiqsak endi ish qizg'in ketyapti, akalar. Endi bu taraf endi menimcha bo'yalgan xolasa. Ha, tepalar panerka bo'yalgan, kraska qilingan. Ha, Pastlariga bir 80 sm joyiga MDF qilingan. bu taraf past aytyaptilar, qanaqamiz? Nima deyiladi? Devorlarga bu Obshivka qilingan. Zo'r. Devorlariga abu yopishtiramiz. Devorga abu yopishtiriladi. Lyustralar ham qo'yilgan. Nima bo'lsa, MDF. Xo'sh. Bizda eng asosiy joyi. Endi aka, bu tarafda menimcha bu ham nima? Oldin nima bo'lgan? Ha, bu joy fanerka qilingan. O'zi uylarda ichi ham fanerka, gipsokarton bo'lgan, buzib tashlangan. Ha, Bu joyimiz endi rasxod ko'p ketmasligi uchun o'sha eski holat fanerka qoqilgan Qolgan. joyga chekkalari bilan o'rtasini kraska qilib, o'sha podbor qilib turib, kraska qilib mayda-chuda ishlovlar berilgan. Ha. Qarasa bu ham MDFdan kam joyi yo'q. bu ham shunaqa. MDF gullar ishlatilgan lekin, ha? MDF gullar ishlatilgan. Eng e'tibor beradigani mana shu patologiyada ochib turgan lyustramiz Bek Akbar kompaniyasida ishlab chiqarilgan. Aka, endi qiziq joyini aytmadik. Bunlar aka olasiz. Bu shuncha obyektimiz, ya'ni 300 kvadratga yaqin, Aha. nech pullik MDF ketgan? Ya'ni nech kvadrat va nech pullik? Bu общий joyimizga shu kraska, o'sha chiroq, lustra hammasi ichida bo'lib turib, materiali reka-pekalari bilan bo'lib turib 25 millionlik 25 millionlik rasxod ketgan. material ketgan. 3 ta xona devorlari, ayvon to'kil qismi, bu darvozaxona, ayvon kraskalari hammasi bo'libdi. Endi kraska hamma yo'q ikkila bo'lib Ha, 25 milliondan oshiq bo'lishi ham mumkin. Endi men oshiq kam o'rtacha. Shunaqa. hisoblaganim shunaqa bo'lyapti. Zo'r. Xo'p, endi buni misol uchun shunaqangi MDF patolog qilmoqchi bo'lsa, shu 300 kvadratga yaqin joy bo'lsa, usta haqqisi necha pulga to'xtaydi o'rtacha? Usta hafta hozir bu joyimizga patologiyaga 55 mingdan qilib beryapmiz, devorlarga 45 ming so'mdan, Devorga 45 mingdan. 45 ming so'mdan qilib beryapmiz. Aha. Mahalla bo'lganligi uchun o'zimizda aka fondi uyi bo'lganligi uchun sal arzonroq beryapmiz. Lekin bunaqa narxbas. Ma'lumot uchun manzilimiz qayerda? Manzil Farg'ona viloyat Yozyovon tumani. Yozyovon tumanidamiz hozirda. Qoratepa shaharchasi. Zo'r aka. O'sha devorlarga 45 mingdan kvadrati, patologiyalarga 55 mingdan. 55 ming so'mdan. Ketgan materialga. Ko'pchilik so'rayapti bizdan Ha. ishlatilgan materialga. Ha, ishlatilgan material. Joy razmeriga Ha, emas, ishlatilgan materialga. Shunisini e'tiborga olib qo'yish kerak. Xo'p aka, misol uchun shunaqangi patologiyalar ko'rishdi, nima devorlarni obshivkasini ko'rishdi. Misol uchun sizga qildirmoqchi bo'lishsa, qaysi doirada xizmat ko'rsatamiz? O'zbekiston bo'yichami yoki Farg'ona bo'yichami? Asosan vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Bo'lmasa nomer qoldirib ketamiz. Nomer 99lik 820 42 31. 99lik 820 820 42 31. 42 31. 31. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Endi Bek Akbar kompaniyasida shunaqangi MDF patolog qilmoqchi bo'lsalaring, shu
Mani razmerim, misol uchun darvozaxonam razmeri 10 ga 7, 10 ga 5 yoki uyim razmeri 5 ga 7 desalaring, misol uchun shunaqangi patologik qilish kerak desalaring, bemalol biz dizaynni chiqarib, ketadigan materialda reykasigacha Bekakbar kompaniyasi yetkazib beradi. Shuni usta olib borib, shuni qatirib qo'ysa bo'ldi. Shunaqangi taklifni Bekakbar kompaniyasi beradi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga yoki kommentariyada nomerlarni qoldirib ketamiz, yozsalaring javob ham beraveramiz. Bu videoni shunaqangi patologik qilmoqchi bo'lgan, musofirda yurgan tanishlar bo'lsa, bemalol tashlab qo'yaverasizlar. Obuna bo'lib, like bosib, izohlarda fikrlarni qoldiringlar. Kuzatishda davom etinglar.